Qani bu yoqingchi deb yerga bunday qo'qdingda silliq suyunbekdek o'tiribdi. Yaxshi deb ketdi. Bugun bizada iftorlik. Dadam chaqirdi bugun bizani iftorlikka. Biza shunaqa natsionalniy kiyimlar chiroyli bo'lib, ha-hay. Ro'za o'zbekchilikka mos. Ramazonga mos, milliylik. Juma emasmi qilib bugun? Yo'q. Juma emas va bo'ldi juma deb tasavvur qilamiz. Juma kuni milliy kiyim kiyish kerak-ku. Hozir dadam uxlayapti. Biz hozir bostirib kirib boramiz. Chiroyli kiyimlarni o'tkazib olish kerak emas, video olish kerak. Men anaqa ketaman. Qani deysan, Gullisha, unaqa qani deysan. Keyin biz. Keyin aylanamiz qo'lni. Aylanamiz. Ya. Boshqa aylanishimiz kerak emasmi? Yo'q, aylansak chiroyli qataydi. Yo'q, hamma bunga qilish bo'lmadi. Ana xuddi ram-pam. Teg modellarda o'tgan. Yurib ketyapmiz. Ketdikmi? Yo'q, bo'yimiz uzun ko'rinmadi. Vau, zo'r opti. Orada sekinlashtirasan, chunki anaqa Yo'q, hammasini sekinlashtiradi. Yo'q. Hararapa. Hara, hay Allah qiz, ichala qiz chiqdi ariq bo'yiga. Bir solim, bir sumbul birga. Bu o'zini yengilman deb o'ylayapti, menimcha. Kamila 48 kiloman deb o'ylayapsan. Men 52 kiloman. kechagi suvdan tashigan qiz. Foto, super. Ra. Qariyb 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jinnimi keyinchi? Ana. Yo'q, jinni. 1, 2, 3 bo'lib turdi keyin. Yo'q, bu kiyimni onaqa yugurib. Yo'q. Tam. Mana shunday balla ishlayotgan bo'lsa mana. Hozir YouTube'da boshdan oxirigacha Dadam qo'yim bitani mehmondorchilikka chaqiradi. Haqiqatni aytib qo'yaman. Haqiqat bor bitta. Mehmondorchilikka chaqiradi, lekin dasturxonni bezatishmaydi. Ayamam dadam. Mana somsani mana ichiga solaman. 3 ta qiz kelib, o'zinglar dasturxonni nakrivat qilinglar deydi. Doim biz dasturxonni o'zimiz qilamiz. To'g'ri dinglar. To'g'ri. Ra'nopa to'g'ri deng. To'g'ri unga qarab, to'g'ri deng. Bo'ldi. Boshqa hech nima yo'q, aytgan joyimni o'chirib tashlash kerak. Hayotda bunaqasi bo'lmagan. bizani mehmonga chaqiraman dedi. Shuni ayting. Non olib kelinmagan hali. Birinchi marta non olib kelindi. Bizning uyimizda hech qachon non bo'lmagan. Dadam menimcha YouTube'ga qo'yaman, YouTube'dagilar non yo'q ekan demasin degani. Shu uchun olib kelgan. Men kimman? Hozirgi zamon jiyanlari xolasini Nigoy. Xotin aytdi. Osiyo. Osiyo. Men sen nima deyman? Ajinacha deyman. Ajinacha deymanmi? Ra'no Erkin akamga, to есть pochchamizga bitta narsa bilan sotilib ketgan, turmushga chiqib sotilib ketgan. Sotilib ketgan. Rossiyadan shu narsani ko'tarib kelgan. Voy, karton. Biza ham Erkin akamni yaxshi ko'rishimizga sabab shu. Bitta savolga javob berayda, men Ra'no opamni Ra'no yanga deyman-da. Hammani butun dunyo so'raydi, nima uchun yanga? Yanga emas. Просто eri akam, qarindoshda. Akamizning xotini yanga bo'ladi. Yanga bo'ladi. Rahmat. Mashqa singillarda bo'lib tursa hayotda, boringlarga shukur, yaxshi ham borsizlar. Yanga deydigan emas. Просто mana akamiz yo'q deb siqilib o'tirmaymiz. Pochchilarni akasi bo'lganman men. Bular meni kelinim. Chaqa ishtiqing. Dashi yanga ham emas. Yo'q, kelinim. Ishtiqingizlar. Sizlar uylarda ham shunaqami? Mana bunaqa stakanlar. Yana korobkasiga solib, yana tepaga olib qo'yiladimi? Ayam har safar yuvib, arqi tepaga olib qo'yadi. Biz kelib mana bunaqa ochib, bitta olamiz. Ochib ichamiz. Hozircha kolaga o'g'irlikka tushamiz. Qaysi kolaga? Bitta donaga o'zi bittagina peshonamizda kola bor ekan. Xo'sh. Undan ham ichmaydi baribir. Xo'p. Dasturxonga ham qo'yish mumkin. To'g'ri. Shuni biz ichib olamiz.
Ramazon aytib beramizmi dada? Uyg'otamiz. Uyg'otamiz. Tag'in 1000 so'm pul deb qo'ymaylik. 100 ming. 100 ming. 100 ming. 1 million demaymizmi? Endi 1 million bermaydi-da prosta. Aytaveraylik. Bermasa Tavakkal ketdi bizda. Bo'ldi. 1 million pul. 2 3 Assalomu alaykum, bizlar keldik. Hey, Ramazon yo'lini izlab keldik. Hey, o'choqda pul, karvonda pul. Chiqara qoling, 1 million pul. 1 million pul. Anorini ichida shaqir shuqur pullar bor. Olib chiqing, tog'araga solib chiqing. Tog'araga solib. Dada to'xtang, Ramazonni sharti. Nech pul so'radik bildingiz? Ramazon shakul. Pulim yo'q-da. Bizni 1 million so'radik. Yo, bo'lmaydi bu. Yo, bo'lmaydi. Ketdik qizlar. Ketmaydi. Hozir ketasizlar. Xohlang bularni. Dada, agar hozir 100 mingdan ko'p pul bermasangiz, 6 ta nevarasiga tashlab ketamiz. O'z qaraysan ham bilan. Hozir olib chiqaman. Orqasidan chiqing. Tog'araga chiqing, tog'araga sig'osa. Yaxshiyam mana bugun yutib olinyapti ekan. Bahorda 1 millionlik bor. Pul olyapmiz. Mana. Dadam yuragini Men bas berib turaman. Assalomu alaykum, bizlar keldik. Ye, Ramazon, rahmat. Pul olish yo'llari. Bu bittasi. O'zbekiston bilmaganlar uchun bu pul 200 ming so'm emas. 200 million dollar, fit million pul. Dada. Salom. Assalomu alaykum dada. Dada, to'xtang, salom berak. Assalomu alaykum. Hali ko'rishmadik biz. Men grefda ertaga. Bor, Dada, bizning kiyimlarimizni ko'rdik. Ya, qillavsin. Voy, bu. Biz tayyorlanib keldik, chiroyli bo'ldi. Mana material yetmay qoldi. Dada, kuyovlar bilan tilingiz bilan hozir urush qilayotgandim. Bu moda. Material tashab qo'yibdi-ku deyotgandim. Nima sovg'a olib kelmadingiz? Aya, makadamiya yong'oq olib kelishingiz kerak. Bizning o'zimiz yeydigan Aya, nima sovg'adan ajratasizlar? Faqat qasam ana qiz bo'lsa shu, baribir o'g'il ustun ko'riladi. Baribir o'g'il ustun. Quruq. O'g'il bolani anaqa nomi urug'. Asosan qurt deyman desa muhayyo qiladi. Bozorda kilo. 5ta bolani birdek katta qilish oson deb o'ylamanglar. Bizdagikin janjalkash bo'ladi. Asosan ko'rayotgan bo'lsanglar, Amerikadan ko'rayotgan bo'lsanglar, asosan qurtingiz kelib telefon qiladi, qurtigim kelyapti deb chorsidan ayam kilo qurt olib jo'natadi. Lekin men sherdaman, makadamiya yong'og'i bor. Yo'q, olib kelmagan ayam. Men arazaman. Lekin So'rgan o'zi bechora. va bolalarni hozir haydash jarayonida. Bolalar siz islom og'zimizni ochib olaylik. Keyin chaqiramiz uyga. Yuraylik. Allohu akbar. Ha, shu ikkita joydagi suv toza. Tashkent City'da qo'yilmaydimi filtr? Ana biz ham qo'yganmiz. Hech nima qo'yilmaydi. Demak, shunchalik toza. Dada. Darxonda ham qo'yiladi. Mirjalol, Papatskiydachi? Mana sumalak beringlar-da. Ber, sumalakni ber. Shu bahorda o'zini taomlari bor. Bu qadim zamonlarda 1000 yildan beri shu narsa davom etyapti. Sumalak. Bu sumalak tayyor bo'lish uchun kamida 24 soat qo'zg'alib turish kerak. Oddiy bug'doyda 6 kun 7 kunlik bug'doydan shunaqa qilinadi. Qarang, o'zini ta'mi shunchalik ta'mi zo'r, haqiqatan vitaminga boy bu shunaqa hisoblanadi. Yoki ko'ksamsa, hozir tog'larda, qir'adirlarda ismaloq, yalpiz, pidana deydi bizlarda. Mana shunga o'xshagan har xil narsalar chiqqan, bulardan qilinadi. Shuning uchun otang bozor, onang bozor deydi. Shu bozorga chiqsam shunaqa mazza qilaman, hamma u yoqqa chopgan, bu yoqqa chopgan, hamma joyda o'sha sveji narsalarni ko'ramiz. Lekin o'zbek bozorlarida, ayniqsa Turkiyalarda skitkani 50% gacha Turkiyada tushirtiradi. O'zimizda ham shunaqa. Biz iftorlikka deb tog'dan pichoq olib keldik. Ha, to'qib keladi. Masalan. Bizlar bilasiz, dada 2 soat olib kelamiz. Молодец. Men Hilton deb bilaman, u gastinsa Hilton. Lekin Chilton deb bilmas ekanman. Mana qadrdonlar, xudo xolasa bugun oshlarni ham qilib, Samarqandda Samarqandlikmiz bizlar ko'pchiligimiz Samarqandcha osh qilamiz. Hattoki biz ham lagan, biz tovoq deyiladi. Mana qaynoq suv soldik mana. Agar qaynoq suv solinsa,
issiq bo'ladi. Bir xil joylarga boramiz, to'ylarga boramiz, muzdek tovoqqa oshni qo'yib, keyin yana sovib qoladi. Shu uchun. Voy, buni issiqligini. Bugun shoshilishda, yugur-yugurda osh bo'ldi-da. Zo'r chiqgan ta'mi. Ta'mi yaxshimi? Ko'rdingmi? Ayakım naqdiga uzat bularga ham ayakım darasa. Yo. Osh yeymiz. Voy, Jasurjon. Kuyovlarni bugun ishlatib qo'yibmiz-da, avora qilib. Va Samarqandda shunaqa odat, kattaroq laganga tushsa, mehmonlarga hurmati ko'proq bo'ladi. Shuning uchun dobrotniy bu. Lekin juda ham lagan kattalar, buni to'ldirish uchun kamida 3 kilo osh damlash kerak. Meditsinskiy nuqtai nazardan ham ro'zani nihoyatda organizmga foydasi katta. Sababi organizm dam oladi, oshqozonlar dam oladi. Va intervalli pitaniya degan shunaqa dieta bor-da. Bir kunda bir marta ovqatlanish. Shu ro'zada ham shunaqa bo'lib qolyapti. Ko'pincha ertalab turganda ishtaha bo'lmaydi, bir piyola suv bilan og'iz yopiladi. Kechqurun. Lekin kechqurun iftorliklarimiz zo'r bo'ladi-da, somsa yeymiz, hammamiz yeymiz, kechqurun ko'p ovqat yeb qo'yamiz, shunisi noto'g'ri. Kechqurun iloj boricha kamroq suv ovqat qilib o'rgatsa, ro'zadan keyin ham doim shunga harakat qilish kerak. Men ro'za paytida organizm nihoyatda tozalanadi. Ichaklar, qon tomirlar hammasi tozalanadi. Shuning uchun ro'zani meditsinskiy tomondan ham foydasi bor. Biz Samarqandcha oshni qo'lda yeymiz. Ye. Kamala o'zi o'g'il bo'lib borib tug'ilish kerak. Xarakteri chista o'g'il. Ana parparchalarni ko'tar. Ana yo parparchani donaqa bo'laveradi. Qani qoshiq beringlar. Jasur qoshiq beradi. Qani? Xudo. Qarang. Turizmga kichik tugadi. Shu iloj boricha 2 marta olish bo'lsa ham shu qo'lda olish kerak. Bismillahirrohmanirrohim. Voy. Biz ikkovimiz qo'l qo'yganimizda keyin bo'ldi sizlarni qolmamaydi, sizlar oilasida bera qo'yadi. Desa, xursand bo'lishi yo'qda. Nimaga Nigor qo'l qo'ymayapti degan. Qo'l qo'ymaydimi degan. Xudo oldida jo'ra. Xotinni bera qilamiz desa ham bunday qilib chapak chaladi-ku. O'shanda bitta men bo'lganman-da, bularga xotin yo'q men. Chunki siz ham ekan qarindosh. Yaxshilik qilsang 10 marta qaytadi deyman-ku. Men o'zimcha aytaman, 50 marta qaytishi mumkin. Bu bir voqea bo'lgan. Endi sizlar u paytda tug'ilishlaringga u paytda 30 yil bor edi. Tug'ilishimizga. Sizlar tug'ilishlaringga 50 yil bor edi. Hali planda bo'lmagan ekanmiz. Men hozir u paytda otingni ham qo'ymadim. Shu ayang taxminan 4 yosh, men 6 yosh. Bog'cha. Qishlog'imizda bog'chamiz zo'r edi. Shu qishloqlarni eshitsa senga qiziq. Basseynimizda Jasurjon eshitdinglar, qiziq bu. Basseyn bo'lardi bog'chada. Mirjalol sizlar uylaringiz bu tomonda bog'cha bor-ku, o'sha bog'cha. Bizlar qo'shni bog'cha. O'sha bog'chada endi haliga uncha chuqur bo'lmasdi, bir 2 qarashdan shunaqa yosh bolachalar ekanda. Shunda bizlar bu yoqda men o'zimcha shaykacha qilib, bolalar yig'ib, o'zimizcha urush o'ynab, boshqa narsa qilib yursak, shu yerda bir xabar keldi. Shunda telefon ko'tarsam, iPhone, payt iPhone yo'q edi. Telefon ham bo'lmagan. Telefon ham bo'lmagan. Bir kishi xabar berdi, bir qiz cho'kayapti dedi. Bir qiz deydi, soch boshlarini cho'kayapti dedi. Bundalar ham cho'kayapti dedi. Keyin shu yerda endi o'zimizcha yordam berganmizda, shunday yugurdik, hammamiz boshqa tepadan olsak 3 metrda. Biz rosa yugurdik-da. Keyin shunday qarasam, bir qiz sochlar mana shunday bo'lib, shunday cho'kib ketyapti-da. Shu yerda Titanikning muzikasi eshitilyapti. Keyin shunday Dolls deyman-da, Dolls deydi. Titanikdan qizni otib. Jek deydan qo'ydim. Keyin shu sakradim tepadan. Shunday balanddan sakradim, kelyapman, suv kelish qiyin-da. Balandlik katta. Yonboshdan qarasak bir qarich. Shunday tushdimda birdan endi ko'p suzib yurgan odamman, shunday ketyapman, pastga qarab, bunaqa qilyapman, qiziq. Keyin oxiri bu qizni oldiga yetib keldim. Bu qiz degani sizlarda ayang bo'lishi uchun 50 yildan keyin vaqt o'tish kerak edi. Shu payt ayang 4 yosh, men 6 yosh, 50 8 yil. 20 yil. Men 6 yosh bo'lgan. Keyin shunda bordimda, shunday cho'kmonni qilib ekan-da. Keyin shunday bordim, shunday qutqarib shunda qo'ldan ko'tardim, bo'ldi, qutqarildi. Chunki u sayazganada u. Oyog'ingni bor, undan tur dedim. Keyin boshqa dedi. Keyin rahmat sizga dedi. Mabodo men 18 yoshga kirsam, menga sovchi jo'natsangiz, ko'p o'ylanmay rozi bo'lishim mumkin.
aytadi, sizlar qanday yig'ilib kuyovlaringiz ham keladi, o'tirasizlar, boshqa deydi. Endi kuyovlarim Jasurjon, Erkinjon, Mirjon endi to'g'risida o'zim bolalarim deydi. Bolalarimni shunchalik yaxshi ko'ramiz. Mana shunaqa bo'layotgan qaynona agar shu qizlarini kaftiga ko'tarib yursa, kuyovlar bor-ku, shu kuyovlarni shu yaxshi ko'rar ekan. Nihoyatda yaxshi ko'rib boshqa Chunki bu rostdan ham kuyovlar ham kelyapti desa, men boshqacha kayfiyatim yaxshi bo'ladi. Kuyovlar kelmayapti desa, men bir o'zim 4 ta qiz ichida qolib ketaman. Bizda bitta Kamola degan bir jondor bor. Maymunni tugashi odamni boshladi. Yili ham maymunmi shunaqa? Xudo xolasa, hali ham bizlar irodamiz baquvvat. Har kuni ish bilan bu avvalo bo'lamiz, yulduzlar ham irodasi baquvvat o'zicha. Har kuni ishlari, boshqalari bor. Endi ona ko'proq nima uchun shunaqa deydi? Ona o'g'ilni ko'proq sog'inadi yaxshi. Ota ko'proq qizlar. Qizlar ham shunaqa bo'lar ekanda. Nima shunda siz bizani ko'proq yaxshi ko'rasiz? Конечно. Asosandan ko'proq yaxshi ko'rasiz. Qoldirib ayta olasiz. Voy. Yozib oling. Qoldirasiz. Qaytaring dedi. Men sizlarga jonim fido. Rahmat sizlarga shu ayangni Ayamizni sizga berdik. Bizga rahmat aytdingiz. Sizlar tug'ilishlaringga ayang sababchi bo'lgan. Lekin aya bizaniki-ku. To'g'ri. Berdik sizga. Mana qarang, ayamning qoni, sizning qoningiz bizlarda bor. Lekin sizning qoningiz ayamning qoni yo'q-ku. Shunda ayam o'ylarsizlar top. Erkin bizlarda katta kuyovimiz. Ha, Erkin? Katta kuyovimiz, Ra'no qizimiz turmush o'rtog'i. Men haqimda gapiradi. Mirjalol kuyovimiz, podpischilarimiz ko'p buni yaxshi ko'radi, sababi Kamola ham blogerda xo'jayinini maqtab ko'rsatib turadi. sal ozg'inda. Mirjalol ayniqsa qo'llari mashhur-ku. Sizlar menga yaqinmi, kuyovlarim yaqin, o'zim ham bilmay qolaman. Kuyovlar payti qizg'anib qolamiz-ku. Shuning uchun hammaga shunday ko'rinadi-da. Men bularni yaxshi ko'raman, bir qilsam sizlar rashk qilasizlar. Bu kuyovlarni-ku. Lekin haqiqatan bir xillarida podpischiklari ko'mashi ham hayron bo'lishadi-da. Bojalar o'zlari ham yig'ilib turishadi-da. Qalay, yig'ilib turishadi deydi-da. Uchalasi do'st-da. Bir marta so'rashgan-ku, sizlar birga yashaysizlarmi? Birga yashaymiz. Bitta gapda shu juda sho'x bolalar, qizlar ham, o'g'illar ham juda ham sho'x. Bola o'zi sho'x bo'lish kerak. Shunaqangi gapim bor. Shu xuddi ko'taga bigiz tiqilgandek bo'lish kerak. Bir joyda o'tirmaslik kerak-da. Ko'p semiz ham bo'lmaslik kerak. Mana shu bular juda ham aytadi, bolalarni ozg'in boshqa. Chunki harakati ko'pda bo'lardi. Sen ham puling ko'rsat, sen ham puling qani? Cho'chib boriga shukr. 6 ta nevara bor, 3 ta o'g'il, 3 ta qiz. Mana qara, maymun. Endi hozir biza esimizga tushib qoldi. Bir albom bo'lardi dada deb. Mana bu mana Hasan Husanlar bilan birga tushgan. Hasan Husan shu payti endi 12 yosh bo'lganmi, 6-sinf bo'lganmi, 7-sinf bo'lgan. Mana yoshligimiz. Bu hozirda 7 yil oldingi albom. Men chunki turmushga chiqqan bo'lganman, men rasmda yo'qman-ku. Faqat o'zim. Yo'qman, o'zim bo'ldim. Qara ayangni sochini, qalinligini qara ayangni sochini. Mana qara. Yoshlik. Shu albomga tushib turish kerak. Albomga. Mana endi buni farqini qaranglar ikkalasi. Shuncha farq qiladi ana. Bu rasm ham 1 yil 2 yil bo'ldi rasmga. Hozir bundan ham katta bo'lib ketgan. Uyatsizlarni qara. Dada bu hali ham eng aqlli tushganlarimiz. Mana bu yerda Maldivini qara, ularda aligilari qanday kuchli. Mana qara mana uni. Qanday kuchli. $100, $200, endi hamma narsa qimmat. Shunaqa deysiz, sifatli deysiz, lekin o'sha joyda havo rostdan shunaqa toza. Havo shunaqa toza. Qara buni. Shuning uchun обязательно albom qilish kerak. Ikkala albomcha mana bu yerda mana Ra'no sen. Mana Nigora bolalaringdan ham kichkina. Mana Kamalani, Osiyodan ham bu kichkina. Mana bu yerda mana otamiz. Bu ayamni dadasi, dadamni dadasi. Bu meni dadam. Qancha zo'r, bu yerda ko'p rasmlar bor, shuni jigitcha. Kecha aytdik-ku, dedi o'ynaga qarab. Bijir. Mana
Hasan sanni qara. San chalan qam. Nigar bu his bolaligini qarang. Igor flamingo o'sha payt. Mana. O'qishga tayyorlangan bo'lgansiz shu paytda ham. Hasan Husan mabodo YouTube'da ko'rsa vaqtlaringiz YouTube'da rasmchalaringni qara. Hamma joyda ikkovlaring rasmlaring bor ekan. Mana bu yerda ham. Liboq komsomol. Oilamiz bor. Iva meni qarang. Robinni yaqinlashtiring, Robin. Mana men bu Kamola. Qani Kamola? Bu ekan. Men Osiyodan ham shiringina bo'lgan ekan. Men erkatoy Hasan tug'ilmaguncha men erkatoy bo'lganman. Kamola 5 yosh bo'lgandan keyin Hasan san tug'ilganda o'sha 5 yoshgacha Kamola korol bo'lib yashagan. Katta bo'lib, bolali bo'lib, endi sizlarni tushunyapmiz-da. Seryozni bo'lgan bo'lsangiz ham hech ham bizlarni bir erkalab gaplashmagansiz bizlar bilan-da, lekin esimizda o'sha Chilonzorda yashaganimizda dadam sochimizni penda quritib qo'yardi. Eslaysizlarmi? Ayam cho'miltirardi, dadam quritib qo'yardi. Keyin ana dam olish kunlari ko'pincha anaqada G'afurg'ulon parki bor-ku, cho'milishga olib borardi. Doim shunaqa narsalarga e'tibor beradi. Biza qancha gaplashsak ham, hozir bizlarda bu Kamola hozir arang chidab turibdi. Arang chidab turibdi. Hozir bu boshlaydi bu. Endi buni gaplarini sizlar eshitmanglar, tinchgina yashanglar. Sizlarga tinchlik va sog'lik tilayman. Men o'zim bilaman boshimdan o'tgan. 25 yillik tajribaga egaman Kamola. Shunga hozir biz nevaralar bilan picha o'ynaymiz. Nima sizlarda savollaringiz bo'lsa, beringlar. Choy YouTube'lar o'tkazib kerak. Sal vaqtimiz kam, ishlarimiz ko'p bo'lyapti. Harakat qilamiz. Biz sizlarni sevamiz. Bilamanki, siz ham bizlarni sevasiz. Xayr. Mana